Salam qeyrindishim. Hazır anlaydıqınız Yalqın Rozining 20-asrdagi birdan-bir faylasuf degan maqolasi. Bu maqola Yalqın Rozining Tanqidning ko'zida nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Afsuslanarligi, bu kitob garchi nashrga tayyorlanib bitgan bo'lsa-mu, lekin besilib tarqitilishga ruxsat qilinmagan. Men bu kitobning nashrga bitgan nusxasini topshirib elib, to'liq xo'sh bo'ldim. Ham kitobdagi asarlarni o'qib, muhojiratdagi qarindoshlarimizga yetkazishni sharaf deb bildim. 20-asrdagi birdan-bir faylasuf nomli bu maqola 2014-yili ko'zda yozilgan bo'lib, vatanda e'lon qilingandan keyin nihoyat zo'r qo'zg'olon qo'zg'agan. Bo'libmi 20-asrdagi birdan-bir faylasuf degan temaning o'zida xato deb qaralib, o'rinsiz hujumlar bo'lgan. Darhaqiqat, butkul dunyo miqyosida donliq faylasuflar oz emas. Biroq Yalqın Rozi deyotgan birdan-bir faylasuf Uyg'ur xalqining birdan-bir faylasufidir. 20-asrdagi birdan-bir faylasuf. Birinchi bo'lim. Falsafa chetilish doirasi kam ilm. Uni o'rganish odamning dunyo qarashini va tafakkur usulini yangi tusga kirgizadi. Gerçi bir qism kishilar falsafa o'rganishga qiziqsa-mu, ammo qiziqish ideyaviy manzildan to'liq yiroq holat. Shunga qiziqish bilanla faylasuf bo'lg'ili bo'lmaydi. Haqiqiy ma'nodagi bir faylasuf bo'lish to'liq mushkul. Faylasuf bo'lish uchun haqiqat ustida tavranmay izlanadigan jasorat va mohiyatni ko'ra oladigan farosat bo'lish. Shaylarni ko'zlashga va fikr qilishga mohir bo'lish. Bilim qurilmasi keng ham abstrakt tafakkur iqtidori yuqori bo'lish. Mulohiza kuchli ham logikalik xulosa chiqarish qobiliyati ustun bo'lish shart. Faylasuflik gapdonlik emas. Faylasuflik jo'ylimichilik emas. Faylasuflik quruq nupus emas. Faylasuflik haqiqatga bo'lgan tashnalik asosidagi idroki yuksaklik. Shunga Amerikalik Mortimer Adler haqiqiy faylasuf kam tepiladigan go'har deydi. Ta'limimizga dal mushundaq kam tepiladigan go'hardan biri xalqimizga nasib bo'ldi. U bo'lsa-mu 20-asrda Uyg'urlardan chiqqan birdan-bir faylasuf Abdushukur Muhammad Imindir. 2015-yili Abdushukur Muhammad Iminning vafotiga 20 yil bo'ldi. Bu 20 yil mobaynida xalqimizning bu mutafakkur ustoz haqidagi tonishi bargan sari cho'nqirlashdi. Sevginishi bargan sari kuchaydi. Ilm sohasidagilarning hurmatimi bargan sari oshdi. Onun asarlarini nashr qilish, qaytarqinib o'qish, qarashlarini naql elish, hikmatlik so'zlarini iste'mol qilish, uni xotirlash maqsadidagi turli faoliyatlarni uyushtirish yil sari ko'paydi. Qarmoqqa xalqimiz bu munavvar olimning qadriga bara-bara yetib-atganda qiladi. Hayotida ko'p zarbalarni yegan, e'tiborsiz muomalaga uchragan, chakki qilgan, yetim qoldirilgan bir olimning bugungidek qadrlanishini oldi bilan xalqimizning ma'naviy qiyofatida ko'rilayotgan bir ijobiy xislat, o'zlikni tonish yo'lidagi bir yuksalish deb muayyanlashtirishga bo'ladi. Shundaqdimi biz bu munavvar olimning qadriga yetish va uning qimmatli ma'naviy meroslarini chin ma'nosi bilan tushunishda yanada yetarsiz holatda turibmiz. Shu ma'nodan uni ta'riflaganda uning faylasuflikdan iborat xos alohidligini nazardan soqit qilyapmiz. Albatta, u hayot chig'ida ajoyib mo'l natija utuqlari bilan zamondoshlariga selishtirganda hurmat, havas va olqishqa xilil sazovor bo'lgan. Biroq uning mo'l talantini va u yaratgan ilmiy va badiiy pallalarning qimmatini tushunish jihatda texcha yuzakilikdan xoli bo'lolmayapmiz. Masalan, men kishilarning Uyg'urlarda kimning tunji bo'lib roman yozganligi to'g'risidagi talash-tortishlik suhbatlarini pat-pat anglab turaman. Ammo Abdushukur Muhammad Imin ro'yobga chiqargan tunji ilmiy va adabiy kitoblar haqidagi suhbatlarni anglab boqmadim.
Amaliyotda Abdushukur Muhammad Emin ilmiy tadqiqot va adabiy ijodiyat sohasida mundaq tunji 10 turlik amgakning sohibi. Birinchi, Uyg'ur falsafa tarixi to'g'risidagi tunji kitobning avtori. Ikkinchi, Muqam haqidagi tunji tadqiqot kitobining avtori. Uchinchi, Farabi haqidagi tunji tadqiqot kitobining avtori. To'rtinchi, Estetika haqidagi tunji kitobning avtori. Beshinchi, Savdoliq taajjubnomasi nomli tunji falsafaviy nasr to'plamining avtori. Oltinchi, tunji rubai to'plamining avtori. Yettinchi, Oila nomli tunji etika kitobining avtori. Sakkizinchi, Ming uy san'ati bir butun tadqiq qilingan tunji tadqiqot kitobining avtori. To'qqizinchi, Qutatqubilik dastoni bir butun tadqiq qilingan tunji tadqiqot kitobining avtori. 10-chi, Qadimki Markaziy Osiyo tarixi haqidagi tunji kitobning avtori. Milliy madaniyat tariximiz uchun aytganda, Abdushukur Muhammad Eminning bir-biridan qimmatli bu 10 turlik ilmiy va adabiy asarlarda yoritilgan palla boshqalar tarafidan hozirgacha yengilangani, hech bo'lmaganda saviya jihatdan yaqinlashgani yo'q. Biz olimning bu utuqlarini yanala mushu soha va mushu janrlar bo'yicha yuqori ilmiy va badiiy rekord holatida turyotidi deb ayta olamiz. Ammo biz pat-pat gapini qiladigan bugungi zamon adabiyotimizdagi tunji romanni keyingi roman yozuvchilar ko'p jihatdan yengilavatdi. Bu hammaga ayon. Demak, Abdushukur Muhammad Eminni cho'nqur tushunish va alohida hissiyot bilan qadrlash jihatda biz yanada yuza deb aytishga bo'ladi. Men ziyolilarimiz ichida gumanitar fanlar ustozi deb ta'riflashga munosib keladigan bu ko'p qirliq olimning vafotining 20 yillik munosabati bilan qalam tavratganda uning qismatga boy agri to'qay hayot musofasini va mushu mo'l kechirmishlarga ega hayot musofasida ifodalagan faylasufga xos safosini yo'ritishni maqsad qildim. Başta tilga olganimdek, Abdushukur Muhammad Emin apandi 20-asrda Uyg'urlardan chiqqan birdan-bir faylasuf. Bu hargizmi asossiz aytilgan hukm emas. 20-asr tariximizda faqat Abdushukur Muhammad Eminning xos falsafa asarlari va falsafaviy adabiy asarlari bor. Masalan, xos falsafa asarlaridan Farabi va uning falsafa sistemasi, Uyg'ur falsafa tarixi, umumiy estetika, qatlamliq estetika, oila nomli 5 parcha kitobi, falsafaviy adabiy asarlardan Savdoliq taajjubnomasi, ruboiyat, Arifnoma nomli 3 parcha kitobi va Farabi falsafa sistemasining tarixiy qimmati, Kumarijovning falsafa ideyasi, Alisher Navoiyning falsafa qarashlari, falsafani isloh qilish tezislari, Qutatqubilikning tabiat falsafasi ideyasi, Kusan rassomlaridagi estetik ong to'g'risida, O'rta Osiyo xalqining 4 zot qarashi, qadimki ajdodlarimizning ibtidoiy tabiat ilohchilik qarashlari, qatlam nazariyasi va uning metodologiyalik qimmati qatorliq maqolalar bor. Mana bu asarlari bilan u shubhasiz holda faylasuf degan sharafga munosib. 20-asr tariximizga har qancha inchkilik bilan nazar solsaqmi, bu shan sharafga munosib keladigan yana bir odamni ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Keltirdik degandimi, tadqiqot kuchidan xoli falsafa o'qituvchilarini ko'z oldimizga keltira olamiz. Ularning ashir qilingan xos asarlari yo'q. Bo'lsa faqat umri qisqa konspektlari bor. Abdushukur Muhammad Eminning falsafa to'g'risida xos asarlar bo'lgandan tashqari, o'z oldiga o'tirg'a qo'ygan qatlam nazariyasi, metodologiyasi va qatlamliq estetika sistemasi bor. Bu hargizmi qarshisiga oshirib aytilgan gap emas. U o'tirg'a qo'ygan qatlam nazariyasi, metodologiyasi tabiat
jamiyat, ruhiyat hodislari tuzilma va jarayon, makon va zamon jihatda asli zotliq qatlamliqqa ega. Shunga uni bilish va izohlash usulimi bilish nazariyasi jihatdan qatlam metodologiyasi prinsipini qo'ral qilish lozim degan qarashni ifodalagan. U o'tirg'a qo'ygan qatlamliq estetika sistemasi go'zallikni tabiat, jamiyat, bilish subyekti va mujassam qarashda izohlashdan farqli holda go'zallik va go'zallik hodislarini ontologiyalik bilish nazariyasi, san'at go'zalligi, ma'naviy go'zallik, iqtidor go'zalligi qatorliq qatlam va tarmoqlarga ajratib, o'z sifati va aloyligi bo'yicha konkret izohlaydigan ilmiy sistema. Biz bir bütün madaniyat tariximizga nazar soladigan bo'lsak, faqat ikkala zotning o'ziga xos ilmiy sistemasi borligini ko'ramiz. Uning biri O'rta asr Arab islom falsafa tarixida Aristoteldan keyingi ikkinchi ustoz deb ta'riflangan Abu Nasr Farabining natural pantezmlik falsafa sistemasi. Yana biri 20-asrda o'tgan olimimiz Abdushukur Muhammad Iminning qatlamliq estetika sistemasi. Kumarajiba, Yusuf Hasajid, Alisher Navoiy qatorliq buyuklarimizning ilmiy sistemasi yo'q. Faqat falsafa ideyasi va falsafa qarashlari bor. Ideya, qarash, ta'limot, ilmiy sistema degan uqumlar leksikalik ma'nosi va vazn jihatdan farqli uqumlardir. Faylasuf Abdushukur Muhammad Iminning falsafa jihatdagi natija qutuqlari uning Jungoning bugungi zamon falsafa sohasiga g'alabalik kirishiga asos solgan. U falsafa to'g'risida ishki o'lkalarda ichilgan davlatlik va xalqaroliq ilmiy muhokama yig'inlariga taklif qilingan. Anxuyda tashkil qilingan Jungo asonliq millatlar falsafa tarixi nomli cho'ng hajmli kitobning asosli avtori va yosh muharriri bo'lgan. Jungo asonliq millatlar falsafa, ijtimoiy ideya tarixi ilmiy muhokama yig'inida Farabiyning falsafa sistemasi haqida leksiya so'zlaganda mashhur mutaxassislarning yuqori bahosiga erishgan. Konzi xalqaro ilm muhokamasi yig'inida Rast Konfuzidan yolg'on Konfuzi ustun turadi deb so'zlaganda chet ellik olimlar olqish yoqtirgan. Natijada Jungoning bugungi zamondagi 20 munavvar faylasufining biri deb qaralgan. Abdushukur Muhammad Iminning Abdunum rayonimizda nashr qilingan Xinjiangdagi millatlarning falsafa, ideya tarixidan o'chiriklar nomli kitobining asosli avtori ekanligi uni Xinjiangdagi qozoq, o'zbek, qirg'iz, tatar qatorliq millatlar ichidami yuqori inovatga ega qilgan. Chunki bu kitobning ichidagi Uyg'ur, o'zbek, qirg'iz falsafa, ideya tarixini u yozgan. Faylasuf Abdushukur Muhammad Imin falsafa kasbida muntazam tarbiya olgan faylasuf emas. U 17 yoshida Xinjiang institutining bioximiya kasbiga o'qishga kelib, 2 yil intayin a'lo o'qigan. U 2 yillik o'qish jarayonida Xanzu tilini berilib o'rgangan. Hayotlik modlarining kelib chiqishi, ozuqliq modlarining shakllanishi nomli 2 broshura yozgan. Shu jarayonda falsafaga qiziqib qolgan. Ivan Pavlovning Nervologiya ta'limoti, Libyeshinkoyning hujayra to'g'risidagi qarashlari, Orlovning quyosh sistemasining shakllanishi to'g'risidagi qarashlari, 20-asr fiziklarining yangicha yadro fizikasi qarashlari orqali Germaniyaning mashhur faylasuflari Kant va Hegel ta'limoti bilan tanishishga boshlagan. Shunda qilib tabiat falsafasiga bo'lgan qiziqishi shakllangan. Uning bilim va qobiliyat jihatdagi oloyligi nazarga ilinib, o'qish tugamayla maktab tarafidan o'qituvchilik belgilangan. U shu yillari Newtonning tabiat falsafasining matematikalik asosi, Platonning g'oyaviy davlat, Aristotelning metafizika qatorliq kitoblarini o'qib, astoydil xotir qoldirgan. O'qituvchi bo'lib birer yil bo'lganda Xi'andagi G'arbiy Shimol universitetining Marksizm aspiranturasiga berib 1 yil o'qigan. Demak, uning falsafa jihatdagi tarbiyalanishi asosan o'zligidan o'rganish orqali ishga oshgan.
Özügidan ögünüşke mahir bu yaş alim felsefadan ibaret türlük fanlarga chetiladigan bu ilim sohasida mo'l bilim va yuqori tadqiqot qobiliyati hozirlab, oxir 20-asrda xalqimizdan chiqqan birdan bir faylasuf degan buyuk sharafga muyassar bo'lgan. U haqiqatanmi faylasufga xos fikr quvvati va tadqiqot kuchi bilan falsafa tariximizni unutilmas xos ilmiy asarlar bilan bezidi. Abdushukur Muhammad Emin yana faylasuf bo'lish sifati bilan dunyo qarash va tafakkur usuli jihatdimi o'zgachaligini namoyon qilib, turli janrlarda o'xshashmagan ifodalash usulida cho'nqur falsafaviy ma'noga ega fikr va ideyalarni o'tirg'a qo'yib, mo'l adabiy asarlarni ijod qildi. U Umr talqinlari nomli maqolasida o'zining mustaqil ilmiy qarashga ega ekanligini, tayyor dabqa periqullik qilishni xohlamadim deb obrazlashtirib aytgan. U tarix, madaniyat tadqiqotidami mushu ilmiy fazilatini namoyon qildi. Masalan, qadimki Markaziy Osiyo nomli kitobini yozganda, uni tarixiy voqea va hodislarning odatdagi bayoniga aylantirib qo'ymasdan, voqea hodislarni va shaxslarni bayon qilganda imkon qadar milliy hayotimizga yetakchilik qiladigan cho'nqur falsafaviy ma'nolarni bag'ishladi. U tarixiy obzor va qayta o'yinish xarakterdagi maqolalarda o'tkir ham atrofli muhokamalarni o'tirg'a qo'ydi. Abdushukur Muhammad Eminning falsafa ideyasi 60 yoshida yozgan Umr talqinlari nomli maqolasida aytganidek alohidliklarga ega. U mundaq deydi: "Mening falsafa haqidagi fikrlarim hamisha bir qatmal holatda turmaganligidan faxrlanaman. Bu jihatga qarashlarimni ilmiy, adabiy asarlarim bilan orifnomadan ko'rish mumkin. Men tug'ilgandan toki o'lgicha o'zidan ilgariki fikr nusxalarini takrorlab o'tguchilar bilan uni yengiltaklik ravishda inkor qilg'uvchilardan farqlanishni xohladim." Shundoq ayta olamizki, Abdushukur Muhammad Emin Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixiy tadqiqoti sohasidagi bo'sish xarakterlik ilmiy muvaffaqiyatlari ham badiiy ijodiyat sohasidagi cheniqarliq utuqlari bilan shuhrat qozongan mashhur olim va faylasuf, talantli adib va tuhfakor muarrifchi. Biz Abdushukur Muhammad Eminning mushaqqatli hayot musofasida ifodalagan ilmiy ruhiy va ilmiy adabiy asarlaridagi falsafaviy qarashlardan uning faylasuflarcha farosati va jasoratini ko'ra olamiz. Abdushukur Muhammad Emin o'xshashmagan muddadagi harbiy va siyosiy kuchlar Shinjongni go'yo qaynayotgan qozonda qilib etgan yili, ya'ni 1933-yili 9-oyning 28-kuni Otushning Mashhadga tutash Bog'eriq kentidagi o'qimishliq oilada dunyoga kelgan. Uning dadasining ismi Muhammad Emin, onasining ismi Hamroxon edi. Ota-onasining yagona farzandi bo'lgan bu o'g'ilga Shukrulla deb at qo'yilgan. Abdushukur Muhammad Eminning dada taraf buvisi Ibrohim Hojim 1910-yillari oilasi bilan hozirgi Qirg'izistonning Issiqko'l bo'yidagi Qoraqo'l shahriga chiqib, dadasi Mamtimin Hojimdan qolgan xurum korxonasini boshqargan. O mezgilda Qoraqo'lda Atush va Qashqardan chiqib, qo'rojoy egallab o'ltiraqlashib, savdo tijorat qilayotgan boylar xeli ko'p edi. Abdushukur Muhammad Eminning dadasi Muhammad Emin yangilikqa intiladigan, o'ziga xos dunyo qarash shakllantirish bosqichidagi yigit bo'lish sifati bilan Oktyabr inqilobidan keyin O'rta Osiyo o'lkalarida ustunlik qozongan kommunizm ideyasining ta'siriga cho'nqur uchragan. Abdushukur Muhammad Eminning onasi Hamro xonim Atush To'killik Xo'ja Qosim degan boyning 7-farzandi, shundaqla birdan-bir qizi edi. Xo'ja Qosim boy oilasi ayni yillari Anjon shahrida o'ltiraqlashib, savdo tijorat bilan shug'ullangan. 1920-yillarning boshlaridagi bir hayit harpisida Xo'ja Qosim boy ayoli va bolalari bilan paranglashib o'ltirib, qizi Hamroxonga nas xaltasini tutqizib, yaqin atrofdagi nas sotquchining uyidan nas akilishga buyurgan. Shu arada Anjon, Qo'qon qishloqlarida faoliyat qilayotgan To'rajon bosmichilari
Xo'ja Qosimboyning hovlisiga bostirib kirib, Xo'ja Qosimboyni ayoli va 6 o'g'li bilan qo'shib, o'qqa tutib chiqib ketgan. Bu qonliq fojiada faqat nos setib olg'ili chiqib ketgan norasida qiz Hamroxonmi omon qolgan. Qarakolda turib bu fojiadan xabar topgan Ibrohim hojim tuqqanchilik munosabati bo'lg'achqa qari yetim bo'lib qolgan bu yolg'iz qizni Anjandin Qarakoldagi oilasiga yondirib kelib, panohiga ilib cho'ng qilgan ham maktabda o'qitgan. Keyincha o'g'li Muhammad Imin bilan bir navri bo'lgan bu Hamroxonni bir-biriga nikohlab qo'ygan. 1920-yillarning oxiri Stalinning mustabidlik siyosati barg'ansiri kuchayib, burjuazlar va boylar xavf his qilishga boshlagan. Kolxozlashtirish siyosati yo'lga qo'yilib, boylarning mol-mulkini davlat ixtiyoriga o'tkazib olish shamili ko'tarilayotgan vahimalik muhit sababidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi ko'plagan Uyg'ur boylari ham bolshevizmga boshqacha qarashdagi kishilar G'o'lja, Cho'chak, Uchturpan, Qashqar, Otushlarga orqa-orqadan qaytib kelgan yoki qochib kelgan. Ana shu to'lqinda 1930-yillarning 5-ida Ibrohim hojim oilasi Otushga qaytib kelgan. Muhammad Imin apandi bilan Hamroxonimmi cho'nglarga agishib birga qaytib kelgan. 1933-yili Abdushkur Muhammad Imin tug'ilgan. 1933-yilning oxiri va 1934-yilning boshlari Qashqarni markaz qilib ilib berilgan siyosiy harbiy kuchlarning qonliq kurashlari Stalin hukumatining Xo'janiyaz hoji bilan Shinshisayni kelishtirishi natijasida oxirlashgan. Natijada 1934-yil yozdan boshlab Mahmud Shijang Janubiy Shinjang harbiy garnizonining muavin qo'mondoni, Lyubin bosh qo'mondoni salohiyati bilan Qashqarga qarashliq shahar nohiyalarini boshqarishga boshlagan. Ana shu chaqda Shukrullaning dadasi Muhammad Imin Ibrohim Qo'njirab eg'izida tamojna boshlig'i bo'lgan. Gerçi 1934-yili 8-oyning 1-kuni Şinjangda tinchlik o'rnatilganligi jakarlangan bo'lsa-mu, Qashqar vaziyati yanada murakkab edi. Mahmud Shijang va u himoyasiga olgan g'olliq shaxslar Stalin hukumati bilan Shinshisay hukumatining ko'ziga sig'maydi. Bu ikki ittifoqdosh turli amallar bilan Mahmud Shijangni va u o'z himoyasiga olgan g'olliq kishilarni iskanjaga elish ham yo'qotish qo'ydi edi. Demak, ikki taraf o'xshash bo'lmagan ishlarda bir-biri bilan goh oshkora, goh yoshirin tirkishib turardi. Bolshevizmlik mavqega ega Muhammad Imin apandi Qo'njirab tamojnasida ishlash jarayonida bolshevizmga dushmanlik bilan qaraydigan Mahmud Muhitning tishiga tegib qo'ygan. Shuning bilan u 1935-yili ayoli Hamroxonim va 2 yoshli o'g'li Abdushukur, ya'ni Shukrullani elib, Lyubinning yordamida qora mashina bilan Urumchiga ko'chib chiqqan. Bu er-xotinlar bir mezgil Urumchi Uyg'ur uyushmasida sanoyi nafsi xizmatiga qatnashib ishlagan. 1937-yilda Cho'chak moliya idorasiga boshliq bo'lib tayinlangan. Bu chaqda Abdushkur Muhammad Imin onasi Hamroxonim bilan G'ulja Bo'ynikesik mahallasidagi tog'asi Shoh hojimnikida bir mezgil turgan. Keyin Cho'chakka dadasining qishig'i berib, Kattaboy Paltaboyevning qorasida 1 yildak turgan. 1939-yili dadasining xizmati Urumchiga o'tkazganda ota-onasi bilan Urumchiga kelgan. Shu yilning oxiri G'arbiy zaldagi yig'inga qatnashgan degan bahona bilan dadasi Muhammad ibn Apandi Shinshisay tarafidan qo'lga ilinib turmaga qamalgan. O'qish yoshiga yetgan Abdushkur Muhammad Imin onasi bilan dastlab Xotan masjidi udulidagi bir qo'roda o'ltirgan. U dastlab Xotan masjidi yendiki diniy maktabda, keyin Oq masjid qorosidagi diniy maktabda tarbiya olgan. Ondan Buloqbesh mahallasidagi hozirgi Urumchi shaharlik 5-boshlang'ich maktabda 4 yil o'qigan. Onasi Hamroxonim bu qiyin kunlarda tikchilik qilib oilasini qamlagan.
1944 yılının ma'lum bir kuni Abduşkir Muhammed Eminning dadisi tuyuqsiz turmadan chiqqan. O'zining ismdosh yana bir siyosiy mahbusning o'rnida xato qo'yib berilganligini bilgan bu kishi shu kunila uy bisotini setib, xotin bolasini elib Fayzobodga tava qo'sh avatliq Roza Axun degan harbekashning usti kigiz bilan yepilgan ot harbisini kira qilib, kechilab Qashqarga qarab yurib ketgan. Bu qitimqi 95 kunlik safar o'smir Abduşkir Muhammed Emin uchun aytganda o'z xalqining hayoti, tor vodisining cho'l va bo'stonliqlari bilan bevosita tonish fursati bo'lgan. Ayni chaqdagi Qashqar Urumchi yo'li hozirgidek ko'p qismi tog' bo'ylab qup-quruq cho'l bayog'ida mangadigan yo'l bo'lmasdan, ko'pincha joylari yurt, bo'stonliq orliq mangadiganovat yo'l edi. Shundaq bo'lg'achqa, ular yurtlarda haftalik sayyora bozorlarni ko'rib, Uyg'ur turmushini ko'zitib mangan. Bu ko'zitishlar bu olimning keyingi hayotida qimmatli boylik bo'lib qolgan. Abduşkir Muhammed Eminning tul qolgan cho'ng onasi Anarxon Qashqar Jonqo'rg'ondagi bir qo'rg'ada turadigan bo'lg'achqa, ular udul Qashqarga berib shu yerga tushgan. Şingsayning taxtdan tushish, Wu Jingshinning huquq o'tkazib olish paytlaridagi qalaymaqonchilik tufayli rostlanla xato qo'yib berilgan Muhammad Emin Ibrohim Qashqarga yetib kelgan kunning atisla qo'lga ilingan. Anasi Hamra xonim Haytgoh jamoasiyindagi Inaytullah apandining dorixonasida dori yasash xizmatiga o'rinlashgan. Hamra xonim 11 yoshlik o'g'li Abduşkirni Haytgoh masjidining mudarrisi Dok Qari hojimning shogirdi Abdursul Qariga diniy ta'lim ilishga bergan. 1946-yili 3 viloyat inqilobiy vaqtli hukumati bilan Gomindang hukumati suhbatlashib tuzgan 11 moddalik bitimning ro'yiga asosan qo'yib etilgan siyosiy mahbuslar qatorida Abduşkir Muhammed Eminning dadisimi Qashqardagi turmadan qo'yib etilgan. Abduşkir Muhammed Emin 2 yilga yaqin diniy tarbiya olgandan keyin 1946 yildan 1950 yilgacha Nazarbog'dagi Qashqar Darul Muallimining o'rta maktab sinfida 4 yil o'qigan. 1949-yili Xinjiangda Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligiga o'rnatilgan. Butkul jamiyatda kommunizm ideologiyasi yetakchi ideologiyaga aylangan. 16 yoshlardagi Abduşkir Muhammed Emin dunyo qarashi shakllanish bosqichida dal kommunizm ideologiyasi bilan uchrashgan. 1950-yili u G'arbiy Shimol yoshlar birlashmasi va o'quvchilar birlashmasi qurultoyiga Janubiy Xinjiangdan tanlangan 2 o'quvchi vakilining biri bo'lib qatnashgan. Yig'indan keyin Xi'an, Beijing, Tianjin qatorliq shaharlarda ziyoratda bo'lgan. 1950 yilining oxiri Urumchidagi sobiq Xinjiang institutining bioximiya fakultetiga o'qishga qabul qilingan. 1952-yili o'qish bitmay turibla maktabning o'ziga o'qituvchilikka belgilanib, yangidan qurilgan Marksizm-Leninizm kafedrasiga o'rinlashtirilgan. Xanzuchini yaxshi o'rgangachga maktabda bir tarafdan o'simliklar fiziologiyasi, o'simliklar patologiyasi, hasharotshunoslik qatorliq darslarga tarjimon o'qituvchi bo'lgan. Yana bir tarafdan fizika, matematika, biologiya, ximiya va agronomiya sinflariga Marksizm asoslari, falsafa darslarini o'tgan. Bu chaqda u hamdala 19 yoshga kirgan edi. U o'zini unutgan holda o'rganish qilganligi ham dars soati ko'p bo'lganligi sababidan charchab og'rib qolgan. Natijada Qashqarga ota-onasining qishig'a davolang'ili berib, otish bilan Qirg'iziston chegarasidagi go'zal To'yin boyliqida 3 oy orom olgan. Bu jarayonda Oltin ismli sho'x bir qirg'iz qizi uningda yaxshi ta'sir qoldirgan. Mushu ta'sir asosida keyin Oltin qiz nomli hikoyasini yozgan. 1953-yili Abduşkir Muhammed Emin Xi'andagi G'arbiy Shimol universitetining Marksizm aspiranturasiga o'qishga avatilib, 1 yil chansida o'qigan. Aspiranturiyadagi 1 yillik o'qishini tugatib, ona maktabiga qaytib kelgandan keyin Marksizm-Leninizm kafedrasida falsafa o'qituvchisi bo'lib, bir necha xil dars o'tgan va bu darslarning darsligini tuzib chiqqan. 1955-yili Xinjiang instituti ilmiy jurnali nashr qilinganda Uyg'urcha nashrining muharrirligini qo'shimcha ustiga olgan.
Оның tədqiqat hayatı ән şu yıllarda rəsmi başlanğan. İki tilda yazgan Uyghur xalqının 11-ci əsrdəki iki büyük alimi yuqorqi jurnalının xənzuca həm Uyghurca sonida e'lon qilingan. Bu Şinjan Uyg'urlar orasida Qutatxu bilik va Divanu lug'atdan turk tadqiqoti sohasidagi tunji ilmiy tadqiqot edi. 1950-yillarda Şinjan institutida uning danqi hammadan mashhur edi. Әмділа 20 yaşdan halqıgan Abdüşkür Muhammed Emin'nin ilmi utuqları, paylasuflarca micaz xarakteri, mantiqiliqi küçlük fikir bayanları, mol bilimi, xanzu tilida əsər yazalaydigan yuqori til yiziq səviyesi o'quvchilarning həvisini qo'zg'aydi. Həmməylan uni yosh Markes deb ta'riflashatdi. Onun pakiz, rətli kiyinib yürüşü, yol yürügəndə qəddini tik qilib, qolunu kəyniga tutub, özünü toxtatqan adamlardek salmaq menişi. Leksiya sözlügəndə təmkin, həm vəzinlik sözlüşü. Şiir oquganda sözlərini dani qilib, lərzan deklamasiya qilishi qatarlıqlar başqalar üçün moda bolğan idi. Kişilər bu xil kayfiyat və təsirini Abdüşkür qızğınlığı deb atashqan. 1957-yili Jungo miqyasida istil tuzish harakati boshlangan. Bu harakat boshlanish bilan tang Abdüşkür Muhammed Emin yezi turmushini ko'rmagan yosh markazimchi degan bahona bilan boshlang'ich kooperativlarni oliy kooperativga taraqqiy qildirishga safarbar qilingan kadrlar turkumida Maralbesh nahiyasining Seriqbo'ya yezisidagi Shaqal Obod kentiga avatilib mas'ul kadr bo'lib ishlagan. Yarım yıldan keyinla tuyuqsiz Ürümchiga chaqirtilgan. O Ürümchiga qaytib kelib, bu shaharda siyosiy kayfiyatning bakla jiddiylashib ketganligini his qilgan. Uzoq o'tmay o o'ng'i moyil deb qarilib kurash qilingan. Solchillik kesliga nihoyat oson kiribdor bo'lgan bir qism mas'ul kishilar uningga har xil usullar bilan ziyonkashlik qilgan. Hatto yosh rassomlarga uning portretini muhabbatlashayotgan qizi Şinjan instituti san'at fakultetining usul o'qituvchisi Rana Maqsudning portreti bilan qo'shib ajviy rasm qilib sizdirib qizil binoga choplagan. Haqiqatan ayni yillarda istil tuzishdan iborat kengaytib etilgan siyosiy harakat g'oyat ig'ir ijtimoiy buhron paydo qilgan. Dastlabki siyosiy aktivlik borgan sari umumiy jamiyat asabiyligiga aylanib ketgan. Istil tuzish harakati Jungo miqyosida paydo qilgan fojialik qismatlarni mutafakkurona nazar bilan kuzatgan Abdüşkür Muhammed Emin keyin Yorqin aslimalar nomli kitobining 224-betida bu to'g'riliq ajoyib cho'nqur tarixiy tahlil yurgizgan. Istil tuzish harakati tarix nuqtasidan g'oyat zo'r istil buzilishning fojialik yaldamisi edi. O keyingi yarım asr ichida xalqimiz beshiga tushgan kulfat va ofatlarning muqaddimasi ham uruqi bo'ldi. U hargizmi bir cho'ng eziqish emas, balki bir cho'ng bevafoliq, aldamchilik va toshraklikning ming yillar davomida hozirlangan ham kelgusi ming yillar jarayonida masxirlik talqin qilinadigan cho'ng oshkorlanishi bo'ldi. Yuraklar mijildi, ishonch umidlar chaylandi. Kishilar haqorat, xorliq, zulmat, hatto o'lim dargohlarga tashlandi. Ammo u bir ruhiyatni, to'limi qabohatlik sharq hokim mutlaqligini kishilarga to'nitdi. Inson tabiati, insoniy qadr-qimmat va insonparvarlik bilan qilcha aloqasi yo'q bu talbilik ruhiy kasallik emas, balki on qilipi kasalligi sifatida yirindak qaynab chiqmasligi mumkin emas edi. Bu yillarda Abdüşkür Muhammed Eminning sobiq Sovet ittifoqiga 1950-yillarning o'ttirlari ko'chib ketgan ota-onasi bolasining taqdiridan ansirab 1958-yili uni elib ketgili Ürümchiga kelgan. Lekin Abdüşkür Muhammed Emin bu kunlar tezlik o'tib ketadi deb ota-onasining talabiga qo'shilmagan. Ota-onasi ilojsiz qaytib ketgan. 1959-yili uningga o'ngchi qalpiqi kiygizilib, partiyadan va xizmatdan haydab chiqarilib, emgak bilan tarbiyalash deb atalgan jazo lageriga avatilgan.
Бүткіл Jungo jamiyati ocharchilik, qahatchilik qiyometida qiynalib aşı yıllarda o 2,5 yılını Ürümchining dehqonchilik maydonlarida, Sanjining yuqorisidagi g'arbiy Gobi cho'lligida va Kunas nohiyasidagi qora bug'ra dalasida ig'ir emgak, jafo mushaqqat, dard alam va ochsarlik ichida o'tkazgan. Yeşi texi 30'ga to'shmagan bo'lsa-mu, ammo hayot qonuniyatlari haqida cho'nqur falsafaviy tushuncha hosil qilgan bu yosh faylasuf yuz berayotgan hodislarga va o'zi duch kelayotgan ijtimoiy qismatlarga mutafakkurlarga xos pozitsiyada muomala qilishga odatlanmoqda edi. Bu qiyin kunlarda uning bilan o'xshash qismatga duchor bo'lgan bir qism kishilar yotoqda, ish maydonlarida, yig'in o'ginishlarda, safar jarayonlarida o'zlarining qo'rsoq ko'pigini chiqaradigan gap so'zlar bilan og'zi besiqmay so'zlaydi. Bir qismlari bo'lsa, behuda uvalchilikqa uchraganligiga urishib, kundan kunga tushkunlashib, tugishib ketyotdi. Bu yosh faylasuf bo'lsa, sukunat shakldagi tafakkur turmushiga berilganicha tarix, reallik, madaniyat, hayot, kelajak haqida tinimsiz fikr yurgizib o'ynatdi. Qo'li ishdan bo'shaganda she'r g'azallarni yozishni, rus tili o'rganishni davomlashtiradi. Atrofidagilar uning tafakkur dunyosidan tamoman degudek bexabar edi. Ammo to'xtamay kundalik xotira yozishi va rus tili o'rganishiga qarab hayron bo'ladi. Şübhəsizki, bu dünyada kişilərinin kişilik hayat haqidagi to'nishi, o'zini tushunishi, ularning g'oya e'tiqodi, qimmat qarashi va hissiyot pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Mushundaq bo'lg'achqa, ba'zilar o'zini kishilik hayotning bosh personaji deb qaraydi. Ba'zilari o'zini kishilik hayotning yordamchi personaji deb qaraydi. Ya'ni ba'zilar o'zini kishilik hayotning mehmoni deb qaraydi. Ammo taqdirga osonlikcha bosh egmaydigan kuchliklar bo'lsa, o'zini kishilik hayotning xo'jayini deb qaraydi. Bu yosh faylasuf o'zini kishilik hayotning xo'jayini deb qaraydigan bo'lg'achqa, o'zligiga yuzlanib, o'zini tahlil qilish, tangshash, takomillashtirish yo'lida tinimsiz izlangan. Uning bu ig'ir kunlarda tanishgan do'sti Abdukerim Abdurahim uning so'z harakatlariga hayrat bo'lib, "Abdushukur, hamma kishi bu yerda oshzorlik, ig'ir emgak dastidan jon qayg'usida yursa, sen nimalarni qilib yurdigansan?" deb so'ragan. Bu yosh faylasuf odati bo'yicha oldirmay, tamkin holatda sus kulimsiragunicha so'zlab, "Kerim, bir odam uchun aytganda, o'zini qoyil qilganlik aqlning g'alaba qilganligi, o'zidan ta'sirlanganlik qalbning yuksalishi, o'zini tizginlaganlik pishib yetilganlikning ifodasi hisoblanadi. Umuman o'zini qoyil qilgan, ta'sirlantirgan, tizginlagan odam har qanday o'ngishsizlik, azob-uqubat va kelishmasliklar ustidan g'olib kela oladi. Taqdir qismatning chambariga qanchalik tor bo'lishidan qat'iy nazar, iroda hurligini yo'qotmasaqla mag'lub bo'lmaymiz. Odamning irodasi meyib bo'ladi ekan yoki yemiriladi ekan, u taqdirning tasqashlarida shaxsiy qimmatini tamoman yo'qotadi degan. Xarakteri oq ko'ngil Abdukerim Abdurahim do'stining o'zgacha qarashlaridan zo'qlangan bo'lsa-mu, ammo to'liq qoyil bo'lmay, bo'ng ovoz bilan "Abdushukur, mush oy, mush kunlarda sen bilan bizning hayotimizning nima qimmati bo'lsin? Qaramamsan, g'azandek uchib yurganimizni. Shundaq turuqliq shaxsning qimmatidan qandaqmi so'z ochqili bo'ladi?" deb so'raganda, Abdushukur Muhammad Emin nazarini jiroqlarga tikib, birdan sukutda turgandan keyin shaxsning qimmati uning hayot vaqtidagi erishgan madhiya yoki uchragan haqoratlari, g'alaba yoki mag'lubiyatlari, o'zi bezab yoki boshqalar cho'qinib yasagan obraz haykallari bilan belgilanmaydi. Balki insoniyatga baxsh etgan ijodiyat natijalari bilan o'lchandi. Beshimizga kelgan bu kulfatlar homini o'tib ketadi. Tarixda ijtimoiy vayronchilik, iqtisodiy xarobalashishlar ko'p bo'lgan. Siyosiy savdoyiliklarmi talay ko'rilgan.
Bilishimiz kerakki, insoniyat jamiyati kamolatga qarab ilgirlash mantiqasi bo'yicha hamini o'z izini topadi. Muhimi bu ishlarga qanday pozitsiya tutish. Deb birdan turib olgandan keyin larzon ohangda muni ruboyisini deklamatsiya qilgan. Qismeti qomus hayotning har biti rohat manga, mayli qayg'u, mayli shodliq, kelgini omad manga. Bo'lsa gar qalbimda hikmat, qilg'usi jutni bahor. Bo'lmasa qalbimda hikmat, omadim ofat manga. Abdukerim Abdurahim bu ruboyini olgandan keyin nahayat hayajonlanib, "Abdushkur, sening qo'rsqingda ilming ko'p. Jamiyatdagi vaqa hodislarni o'zgacha tahlil qilasan. Sana ozodi yezish, berilib tadqiq qilish fursati bo'lmay batudi. Sendek bir talant egisi bek zoyi ketyapti. Buni bir cho'ng baxtsizlik desi bo'ladi. Qo'limdan kelsa, sana deyishiga bu yosh faylasuf do'stining gapini uzib, tarix o'z yurishida seni irodangga beqinmaydigan qismatga duch qilganda, uningdan xalos bo'lish umidvorligini orzu qilish bilan birga, yana bu qismatning umr maktabi ekanligini unutmaslik kerak. Biz har qanday ahvolda ishonchimizni yo'qotsak bo'lmaydi. Yoshlikning o'zi bir boylik. Biz texi yosh, oldimizda ko'p fursatlar bizni kutib turadi. Eng muhimi, biz ba'zi hollarda fursatni kutib turavermay, bor imkoniyatdan amalning barcha foydalanishimiz, har vaqt fursat yaratishning ko'yida bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizni betalay hisoblab, taqdirdan qoqshab, zamondan zorlab yuraversak, hech qanday natija yorita olmaymiz. Kechalari undinsiz tafakkur qilish, emgak jarayonida masalalarni o'ylab pishirish, o'rgangudak, yozgudak vaqt chiqsala to'xtamay o'rganish va yezish tamoman qo'limizdan keladi. Bu kunlarning qanchalik davomlashishini mo'ljallamak tez. Biz mas'uliyatimizni aniq to'nib, g'oyamizni o'rinlash uchun oldirishimiz zarur. Shunga vaqtni qo'ldan bermaslikka tirishishimiz, ishonch bilan yashashimiz, sharoit yor bermadi deb qiydab bo'shanlik qilmasligimiz kerak. Ilm boshqa, talant boshqa, g'urur, ishonch yana boshqa. Bo'lur sohib qirollik, bu uch fazilat kelsa bir boshqa. Buning bilan baxt bitmas, uningsiz ko'pdir omadlar. Baxt bobida qur'a ochsang, yezilmish qismating boshqa. Deb bu ruboyini o'qib so'zini to'xtatgan. Faylasuf Abdushukur Muhammad Emin haqiqatanmi deganini amalda ko'rsatgan. 1961-yili u jazo lageridan qo'yib etilgandan keyin 1962-yili onasi Hamra xonim uni elib ketgili Beshkek, ya'ni ayni chaqda Fronzi deyiladi, dan Urumchiga kelgan. Abdushukur Muhammad Emin shu chaqda dadasining ideyaviy kirsiz va haroqqa berilish qatorliq sabablar bilan 1961-yili 11-oyda olamdan o'tganligidan xabar topgan. Abdushukur Muhammad Emin tarix hozirab hümüdab ig'ir tinavatgan. İjtimoiy ansizlik, siyosiy so'lchillik shaxsning qimmatini arzimas narsaga, kishilar taqdirini o'yinchiqqa aylantirib qo'yayotgan ashu yillarda onasining taklifini qabul qilib, ayni chaqda jannat deb qorladigan Sovet ittifoqiga chiqib ketmasdan, o'zining insoniy tuyg'usini qadrlashni hammadan a'lo bilib, sohib Jamol Ko'san qizi Ra'no Maqsud bilan to'y qilish maqsadida Urumchida qilishni qaror qilgan. Anasi ilojsiz 1962-yili 4-oyda ansiz yillardagi oshiq ma'shuqlarning to'yini qilib qo'yib, dunyolikdagi yolg'iz o'g'lini yaratquchiga topshirib, Beshkekka qaytib ketgan. Faylasuf Abdushukur Muhammad Emin 1966-yili madaniyat zo'r inqilobi boshlang'ichi bo'lgan 4 yil jarayonida Xinjiang universiteti kutubxonasida nazorat ostida ishlagan.
Bu yerda 1959-yili sobiq Xinjiang instituti ayni vaqtdagi Argungdan hozirgi Uchtashqa yo'tkilish munosabati bilan chechilib tog'dak dövlünüp ketgan million parcha kitob jurnal, gazetlarni boshqalar bilan birlikda bir-birlab ratlab turga ayirib, kartushka turg'izib, yurishlashgan kitob katalogi ishlab chiqqan. Bu jarayonda bu ilmxumar olim Jungoning mashhur klassik asarlari bo'lgan Elni idora qilishning o'rnaklarini, 24 tarixni, Angliya dramaturgi Shekspirning 36 sahna asari bilan sonetlarini, Hindistonning Ramayana, Mahabharata dostonlarini, Sovet ittifoqida nashr qilingan 15 tomliq 32 kitob dunyo tarixini, umumiy tong nazmlarini, Byronning Don Juan dastonini, Homerning Ilimyada va Odessa dastonlarini, Yunan va Rimning afsona rivoyatlarini, Qur'on Karim, Injil va Tavratni, Aflatun, Aristotel asarlarini, Dantening ilohiy komediya dastonini, Tagorning nasrlarini, Gomoro va Tianxanning tarixiy dramalarini, Marx Engelsning to'liq asarlarini, Navoiy, Bobur, Mashrab she'rlarini o'qigan va o'rgangan. Bu jarayonda 30 necha xotira daftarini o'rganish xotirasi bilan to'ldirgan. Ijodiyat talanti urg'ib turgan bu yosh faylasuf mushu yillarda Qarliq tog' shajarasi nomli doston va Sumurg'lar qo'shiqi, Qadimki Yipak yo'li, Tangirtog' naqshisi, Dod bosmas qilich, Pila Malikisi nomli 7 parcha tarixiy drama yozgan. Javhirul Haqqoiq degan niqobiy mavzuda qadimki Markaziy Osiyo. Bu kitob 1995-yilning 5-ida 4-qitim tuzitilganda olim nomini qadimki Turan tarixi deb atagan. Kitobining dastlabki nusxasini qo'ldan chiqargan. Yana barmoq vaznlik bir turkum muhabbat lirikalarini yozib chiqqan. Abdushukur Muhammad Emin ijodiyat qizg'inligi toza urg'ugan bu yillarda o'zining jazo lagerlarida ig'ir emgak bilan va kutubxonada qora ish bilan o'tib ketgan umriga echinib, bu yillar agar baxt va omad bilan qo'shilgan bo'lsa edi, u mening rosti to'layotgan, o'rlayotgan sab va sog'lom yillarim bo'lg'achqa tadqiqot va ijodiyatda umrimning mo'l usul pasliga aylangan bo'ladi deb aytgan. 1966-yili Madaniyat zo'r inqilobining boshlanishi Abdushukur Muhammad Eminni qaytadan texmi ig'ir jafo mushaqqatning, xo'rliq va kamsitishning, tugamas siyosiy kurashning quchqig'iga tashlagan. Jungo Sovet munosabati buzilib, dushmanlash darajasiga yetkashga Sovet ittifoqida onasi bor Abdushukur Muhammad Emin chet elning qiqib qo'ygan mixi deb qaralib, uyi ko'p qatim aqtirilgan. O'ngchi qalbqi bo'lg'ashqa ko'p qatim kurash va sazoy qilingan. Nansandagi dehqonchilik etizlarida ishlagan. Ulanbaydagi dehqonchilik maydonlarida oylab suv tutgan. Maktabning katolida yillab ishlab mahir remontchi, katul tozlig'uchi va o't qalag'uchi bo'lib qolgan. Maktab qurosida tomchilik, suvoqchilik, yog'ochchilik ishlarini qilgan. Anvar Akbar ismlik 2 o'g'il farzandidan keyin 1969-yili 3-o'g'li Asqar, 1973-yili 4-o'g'li Farruh dunyoga kelgan. 1975-yili onasining olamdan o'tganligi haqidagi telegramni topshirib olgan. Bu yolg'iz o'g'ilning onasiga ziyoda mehr bo'lg'achqa, onasining o'lim xabari uning ruhiy dunyosiga qattiq ta'sir qilgan. Mushu ofatli yillarda uningga 2 narsa, biri yushurun ijodiyati, yana biri oilasi tasalli bo'lgan. Ayoli Ra'no Maqsud o'ngchi eri tufayli kelayotgan har xil besimlarga uchirsimu, turmushning mushaqqatini har qancha tarsimu, 4 o'g'lini tirishib baqqan. Faylasuf Abdushukur Muhammad Emin madaniyat zo'r inqilobi oxirlashgan dastlabki 2 yilda jafoliq emgakdan, haqorat xo'rliqdan qutulib,
sal aram topgan. İzdinish va ijod qilish ruhi kuchli bo'lg'ashqa fursatni g'animat bilib, terrorlik qaplagan ansiz yillarda parcha yozgan 500 parchadan ortiq ruboyisini ratlagan. Savdoliq taajjubnomasi nomli lirik nasr to'plamini to'liq tamomlagan. Anasının özüge əvətgən xətləri və xətlərə qoşub əvətgən hicran dərdidəki ғəzəllərini rətlab, beyitib, həmrahi təxallusida həmrahi ғəzəllərini tamamlığan. Uyğur klassik muzikisi 12 muqam haqqıda Şinjanның taң dəvirdəki naqşı usul sənəti namlıq xas tədqiqat kitablarını bütközgən. Məzkur maqalının 2 bölügini kelir qitim anlığaysız. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfurs Xani ishlagan. 2019-yili 10 oyning 24-kuni Janvad uniga elindi.